Bu qanday baraka? Har xil shakldagi, har xil turdagi mevalar, mo'l hosil, inson, qushlar, chorvalarni boqadigan bunday bog'. Marhabo, marhabo, keling. Hurmatli mehmon, ayni vaqtda keldingiz. Bu meni muvaffaqiyatim siri. Siz katta akasiz, shundaymi? Ha, janob. Birinchi navbatda otangiz shu go'zal bog'ning egasi bo'lgan mo'min kishiga ta'ziya izhor etmoqchiman. Rahmat sizga janob. Keling, ichkariga kiring, marhamat. Mening o'rta va kichik ukalarim sizni ko'rib juda ham xursand bo'ladilar. Men ham shuni umid qilaman. Marhabo, xush kelibsiz aziz mehmon. Sizni tashrifingiz bog'imizga baraka olib keldi. Yo'q. Baraka olib kelmadim. Balki bog'ingiz o'z barakasini o'zi ulashmoqda. Xush kelibsiz mehmon. Sizni esladim. Siz o'rta akasi to'g'rimi? Qoyil, mashalloh. Sizni eslash qobiliyatingiz juda ham mustahkam ekan. Ish haqida gaplashsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi-da. Xo'sh, men sizlarga taklif bilan keldim. Bog'ingizni hosilini sotib olib, uni chiqqan hosilini 4dan 1 qismiga oltin taklif qilaman. Yo'q janob. Siz yarim miqdorda beraman degan edingiz. Ha, xuddi shunday. Men hatto sizga oldindan pul to'lashimni ham taklif qilgan edim. Toki hosil yig'ib olgandan keyin qolganini belgilayman degan edingiz. Ha, siz esingizda tuting. Hozirda men ukam sizni xotirangiz juda ham yaxshi ekan deb eslab o'tdi. Bizni bu mehmonimiz bog'imizdagi hosilni ko'payganini ko'rib, gapidan qaytgan ko'rinadi. Ey birodar, hosilingiz yarim barobarga oshib ketgan taqdirda ham bu meni so'zimdan qaytarishga majbur qila olmaydi. Agar kerak bo'lsa men uni to'liq og'irligicha miqdor oltin beraman. Taklifim hanuz o'z kuchida. Hosilingiz yarim evaziga uni og'irligicha oltin olasiz. Esingizda bo'lsin, hosilni qancha og'irlashsa, shuncha ko'p oltin va boylikka ega bo'lasiz. Meni yuragim bu odamlarning gaplaridan g'ash. Seni yuraging necha pul turadi o'zi? Uni qo'lida shuncha oltin bor. Senga nima kerak? Sen qashshoqlarga shunchalik bog'lanib qolgansan-ki, kambag'allikni ham yaxshi ko'rib qolibsan. Ha, xuddi otamiz singari. Bu safar hammasini buzishingga yo'l qo'ymayman. Otamiz tirikligida hammasini buzganing kabi. Men hech narsani buzmadim. Aksincha, ochko'zlik, tamagirlik sizlarni butunlay egalladi. Qalbingizni miskinlarga nisbatan qattiqlashdi. Nima? Qalbimiz qattiqlashdi? Biz shunchaki o'z haqqimizni talab qilsak, shuning uchun ochko'zlik, qattiqqo'llik bo'lib qolamizmi? Eshit, bahslashma. Gaplaringda hech birida ma'no yo'q. Seni gaplaring meni faqat jinni qilyapti. Bog'imizni bu odamga sotamiz. Har kim o'z ulushini oladi. Xohlasang o'z ulushingni kambag'al miskinlarga sadaqa qilaver. Ey ko'ngil toza ukam, ey akalarim, bu odamning oltin haqida gap so'zlari sizlarning ko'zlaringizni qamashtirib qo'yibdi. Yuraklaringizni ko'r qilib qo'yibdi. Faqat oltin, pul, boylik haqida o'ylayapsiz. Lekin Allohning barakasi va otamizning vasiyatlarini unutdinglarmi, akalar? Otamizning vasiyati, uning so'nggi so'zlari bizlarni birlashtirish va bir-birimizdan ajralmaslik haqida edi. Lekin sen bizdan ajralib bizga qarshi chiqyapsan. Hayotimizda boylik va farovonlikka to'lishi mumkin bo'lgan paytda, yo'q, balki bu bizni qiyinchilik va falokat sari yetaklaydi. Jim bo'l. Qaytib bunaqa bashoratlaringni tilingga olma. Assalomu alaykum ya bollarim. Nihoyat keldingiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling amaki, o'tiring. Yo'q bollarim. Men shoshilinch ish bilan kelgan edim. Xayrli ish bo'lsin amaki. Shoshilinch kelibsiz. Nima sababdan keldingiz? So'ramoqchi edimki, qachon bog'ni mevalarini yig'moqchisizlar o'g'illarim? Nima sababdan so'rayapsiz? Otangiz menga sizlar bilan bog'ni hosilini yig'ish vaqtini belgilashimni va miskinlarga har biriga o'z haqqini tarqatishimni vasiyat qilgan edi. O'ylashimcha siz bizni avvalgi safar tushunmaganga o'xshaysiz, amaki. Nima demoqchisiz bolam? Yo'q amaki, u shunchaki. Biz hali hosil yig'ish kunini belgilaganimizni aytmoqchi edi. Biz uni kelishamiz, qachonligini va sizga albatta xabar beramiz. Xo'p, kutaman bollarim. Ammo shoshilinglar, chunki hosil pishirdi va miskinlar va sabrsizlik bilan kutishmoqda. Ha, xuddi shunday qilamiz amaki. Kechangiz xayrli o'tsin bollarim. Sizni ham kechangiz yaxshi o'tsin amaki. Ko'rdinglarmi gapini? Miskinlar kutishmoqda. Go'yo bog' bizni emas, ularning mulki kabi. Xuddiki biz ularning ishchisimiz.
Bizni oldimizda bir yo'l bor. Uni hozir kelishib olishimiz kerak. Qanday yo'l ekan? Biz tong otishi bilan hech kimga bildirmasdan boqqa boramiz. Hosilini yig'amiz va uni boy savdogarga sotamiz. Oltinlarni olgach, hech kimga bog'dan hech narsa bermaymiz. To'g'ri. Nima uchun qilmasligimiz kerak? Ajoyib fikr. Kelinglar, buni sir saqlashga qasam ichamiz. Qasam iching. Aka, keling, qo'lingizni qo'limiz ustiga qo'ying, so'z bering. Qo'rqma ey uka. Ke, qo'lingni ber, bizga ham va'da ber. Agar xohlasang, oltinlarni olgandan keyin, xohlasang miskinlarga hammasini tarqatib yubor. Bu o'zing ishing. O'ylanib o'tirma. Keling biz bilan qasam iching. Ketdik. Uyg'oninglar. Bugun ish kunimiz. O'rtanchi ukam, nimadan kelsasan? Bugun kun juda ham chiroyli ekan. Albatta akajon, bugun boylik va oltinlar kuni, albatta. Uka, nega qovog'ingni solasan? Kul, tabassum qil. Bugun biz podshohlar qanday yashashini ko'rsatamiz odamlarga. Ha, yuringlar, ko'p kuta olmayman. Yuringlar, ketdik bog'imizga. Nima? Yo'ldan adashdikmi? Yo'q, adashganimiz yo'q. Bu bizning bog'imiz. Ha, adashdik. Otamizni vasiyatiga quloq solmay adashdik. Axir kechagina bu yerdan gul hidlari taralayotgan, mevalari pishib, osilib turgan jannatdek edi. Nima bo'ldi? Qachondan bu ahvolga tushdi? Yoki bu bizning bog'imiz emasmi? Yo'q, bu bizning bog'imiz. Lekin Alloh bizga munosib holatga tushirdi. Qattiq yuraklarimiz kabi quruq yer bizga berdi. Ko'zlarimiz ko'r bo'ldi, qorong'u bo'ldi. Bu miskin va yetimlarning haqqlarini yeganligimiz sababining jazosi bu. Sizga aytmaganmidim? Allohdan qo'rqaylik, u zotni yod etaylik, unga tasbih aytaylik. Shunda yuraklarimiz yumshaydi demaganmidim? Afsus, voy. Biz zolim bo'ldik, biz haddan oshdik. Biz adashdik. Robbimiz bizga agar yaxshiroq bog'ni ato etsa, endi miskin va yetimlarning haqqini hech qachon mahrum qilmaymiz. Ey Allohim, bizni kechirgin. Taqdir allaqachon yozildi. Endi faqat pushaymon qoldi. Rahmatli otajonim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. صدق الله العظيم.